Assalomu alaykum, YouTube ahli, assalomu alaykum aziz obunachilar. Xudo navbatdagi yana bitta ishimizni boshlaganmiz. Bu ishimiz ham mol ferma, molxona. Paxsa xizmati jarayoni hali ham vodiy bo'ylab ketmoqda. Olsa ikkinchi qatorni boshlab oldik. Ishlarimizni ko'rib baho beringlar. Bu tomonlarni xohlasa qirqilgani yo'q, hech qayta qirqilgani yo'q. Endi kesilib tekislanadi. Bu tomonlar, mana bu tomonlari kesilib tayyor. Ikkinchi qatorni urishyapti, xohlasa mana kastalar. Bu tomonlari endi sekin qirqilib, tekislanib, olsa ikkinchi qator boshlanadi bu tomonni. Ob'yom katta. 2 ga bo'lingan molxona. Tekisliklari qirqilib, bu tomonlari tekis bo'lgan. Hozir yonlari ustidan ko'rasiz tekisliklar. Mana shu betdan bu tomonlari qirqilib tekislanib bo'lgan. Bu tomonlari endi polni qirqilib tekislanib, undan keyin dolsa ikkinchi qatorni boshlaymiz bu tomonlarni. Ishonchli, sifatli, hamyonbop narxlarda xudo xolasa bo'ladi. Vodiy bo'ylab xizmatdamiz hamisha. Aloqaga chiqaverasizlar. Abisanaga nomer qoldiramiz. Ishlarimiz tekis, sifatli bo'ladi. Paxsani ko'plar so'raydi, kommentariyada yozishadi. Yorilish bor paxsada. Nimaga yo'q? Paxsa yoriladi. Chunki qurigandan keyin tortilib paxsa yoriladi. O'sha qurigani sovugi. Paxsani yorilishi ziyoni yo'q. Abisanaga nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab xizmatdamiz. Ishonchli, sifatli, hamyonbop narxlarda chiroyli qilib, xudo xolasa urib beramiz. Sezon tugashiga ham xudo xolasa o'zi oz vaqt qolyapti. Kunlar sovuq bo'lyapti. Paxsa qildiramiz degan akalar ulgurib qolinglar. Vodiy bo'ylab xizmatdamiz hamisha. Salomat bo'lasizlar.